Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi hikoya hayotni biz har doim ham e'tibor qilmaydiganimiz, lekin doim guvohi bo'ladiganimiz bir hikmati haqida. Harun ar-Rashidni eshitgansiz. Harun ar-Rashid kunlardan bir kuni saroyni bog'ida aylanib yursa, bir gulga ko'zi tushibdi. Juda ham chiroyli gul ekan. Ko'ngli ketibdi gulga va bog'bonni chaqirib aytibdiki, bog'bon, bu gulga diqqat qiling. Bir ziyon ko'rmasin. Ahvoli haqida menga ma'lumot berib turasiz. Bog'bon xo'p debdi va gulni boshqa gullardan boshqacha bir mehr bilan parvarishlashni boshlabdi. Va bir kuni tongda uyg'onib chamanzorga kelib qarasa, boyagi tanlangan gulning jami barglari to'kilgan ekan. Kim to'kkan bo'lishi mumkin deb diqqat qilib qarasa, bog'da bir bulbul gullar bilan o'ynamoqchi bo'lib, uni barglarini to'kayotgan ekan. Yugurib borib podshohga bo'lgan voqeani tushuntiribdi. Podshohim debdi, siz tanlagan gul bordi-ku, o'sha gulni barglarini bir bulbul to'kib tashlabdi. Nima qilay, u bulbulni bog'dan haydaymi? Ushlab o'ldiraymi, nima qilay desa, podshoh aytibdi, yo'q. Sen u bulbulni tinch qo'y. Lekin u bulbulni bu qilgan ishini albatta bir javobi bo'ladi bu hayotda. Jazosini oladi yani. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin bog'bon qarasa, boyagi bulbulni bir ilon tutib yebdi. Bog'bon hayajonidan yana podshohning yoniga yugurib boribdi va aytibdiki, podshohim, boyagi bulbul bor edi-ku, siz sevgan gulni barglarini to'kkan. Ha. O'sha gulni bargini to'kkan bulbulni bir ilon tutib yeganini ko'rdim. Desa, podshoh aytibdiki, shunday. Lekin bu ilonni ham qilgan ishlari havoga uchib ketmaydi. U ham bu qilgan ishi uchun albatta bir kuni javobini beradi debdi. Bog'bon hayron qolibdi va ishiga qaytibdi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin bog'bon bir kuni bog'ini kezib yursa, oyog'ini tagidan boyagi ilon chiqib qolibdi. Jon tahlikasida qo'lidagi ketmoni bilan boyagi ilonni boshiga bir necha marta urib o'ldiribdi. Darhol yugurib podshohning yoniga boribdi. Podshohga aytibdiki, podshohim, boyagi bulbulni yegan ilon bor edi-ku, o'sha ilon oyog'imni tagidan chiqib qoldi. Shu ketmon bilan boshiga 2-3 marta urib o'ldirdim. Aytganingizdek jazosini oldi degan ekan. Podshoh aytibdiki, yaxshi. Demak, seni ham bu qilgan ishing javobsiz qolmaydi. Sen ham javobini kutgin. Albatta bir kun hayot buni ham senga javobini beradi. Bog'bon bir qadar ichidan xafa bo'lib podshohning huzuridan chiqibdi, hayotini davom etibdi. Hayotda inson xatolar qiladi. Xullas, bog'bon ham bir xato qilibdi. O'sha xatosi yuzasidan uni podshohning qarshisiga qo'llarini kishanlab olib kelishibdi. Podshoh aytibdiki, bu xatoni qildi, demak buni siz zindonga oting deb uni zindonga otishga buyuribdi. Bog'bon ketarkan podshohga qarab shunday debdi. Podshohim, gulni bargini to'kkan bulbulni qilgan ishi havoga ketmadi. Jazosini ilondan oldi. Ilonni qilgan ishi ham havoga ketmadi. Uni men o'ldirdim, jazosini mendan oldi. Meni ham qilgan ishim havoga ketmadi. Men ham xatolar qildim va jazoimni siz beryapsiz. Adolat bunday davom etarkan, aniqki siz ham bu qilgan ishingiz uchun baribir
bir kuni javobini olasiz. Yaxshisi siz meni kechiring. Meni afv etingki, bu zanjir uzilsin. Bu jazolash zanjiri uzilsin. Siz bir yaxshilik qilingki, bu yaxshiligingizni javobi sizga yaxshilik bo'lib kelsin. Hozir siz meni jazolayapsiz. Buni javobi sizga jazo bo'lib kelishi mumkin. Chunki biz ko'rdik. Bulbulni ilon jazoladi, ilonni bog'bon jazoladi. Bog'bon podshohning qarshisiga chiqdi. Podshoh ham uni nima qildi? Zindonga otishni buyurdi. Ya'ni bir jazo tayinladi. Bog'bon buni eslatdi. Siz meni afv eting podshohim ki bu afvingiz, bu menga qilgan yaxshiligingiz sizga ham bir yaxshilik bo'lib qaytib kelsin dedi va podshoh uni kechirdi. Bu qissadan go'zal bir hissa chiqarsa bo'ladi. Hissa shundan iboratki, kimki bu dunyoda nima ish qilsa, ayni shaklda bir javobini oladi. Yomonlikni ustida bo'lsa, yomonlik bilan javobini oladi. Yaxshilikni ustida bo'lsa, yaxshilik bilan javobini oladi. Agar qilgan yomonliklari uchun bu dunyoda hech bir javob kelmayotgan bo'lsa, xursand bo'lmasinki, oxiratda ayanchli ahvolda bir javobi keladi, jazosi keladi. Alloh azza va jalla barchamizni qilgan xatolarimiz uchun tavba qilishimizni kutib turadi. Va biz bu tavbalarni qilishimiz kerak. Bizga berilgan kuch, bizga berilgan davlat, bizga berilgan qudratdan havolanib, odamlar ustida kuchimizni ko'rsatmasdan, bu kuchimizni o'zimizni ichimizdagi yomonliklarga qarshi ishlatsak, nur ustiga alo nur bo'ladi va hayotimiz davomida bizga kimdir ziyon berayotgan bo'lsa, ziyon bergan bo'lsa, yomonlik qilgan bo'lsa, bilmam yomonlikda turlari ko'pda, qaysi birini qilgan bo'lsa ham biz uni bir inson olarak darhol bir javobini berishni, bir jazosini berishni, jazolantirishni istaymiz. İnson olarak birinchi qadamlarimiz, birinchi harakatlarimiz shunday bo'ladi. Agar biz o'zimizga aytsakki, do'stim, to'xta. Shu ishni qilma. Sen uni kechirginki, Alloh seni qilgan gunohlaringni kechirsin. Men uni kechirayki, Alloh meni ham qilgan gunohlarimni kechirsin. Shunday ekan bir-birimizga qarshi do'stlar, bir qadar kechirimli, tushunadigan bo'lsak, hammamiz uchun nur ustiga nur bo'ladi. Boyagi bir gap bor edi-yu, qafasdan qushni ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmaydi aslida. O'zini ozod qilayotgan bo'ladi. Ya'ni kimnidir bir xatosi uchun jazolamayotgan odam aslida o'zini bir yomonlikdan, unga keladigan bir jazodan to'xtatgan bo'ladi, asragan bo'ladi ya'ni. Mana shunaqa. E'tiboringiz uchun rahmat, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum.